Salom azizlarim, qalaysizlar? Tuzukmisizlar? Men ismim Munisa, kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviya davlatining Riga shahrida yashayman. Bu yerga talaba bo'lib kelganman. 3 kun bu hafta 3 kunga Shvetsiya davlati Stokgolmga borgandim sayohat uchun. Bu sayohatda nimalar oldim, nimalar meni hayratga soldi va meni taassurotlarim, his-tuyg'ularim bu haqida gaplashamiz. Hozir sentrga to'g'ri ketyapman. Yo'lda birgalikda g'iybatlashamiz. Riga sentrga kelib oldimda, hozir yaxshi joy topaman, shu yerga o'tirib gaplashamiz sizlar bilan. Mana shu yerga o'tirib oldim, narsalarimni qo'ydim. Endi gaplashamiz. Quyosh ham chiqdi. Bugun zo'r havo bo'lyapti. Bulut osmonni qaranglar, yorug'ligini. Endi sizlar bilan g'iybatlashamiz. Kecha Shvetsiya davlati Stokgolmdan keldim. 3 kun sayohatda bo'ldim. Sayohatdagi taassurotlarim, nimalar oldim, nima foyda berdi menga bu sayohat. Plus minus tomonlari haqida gaplashamiz. Minus tomonlari, men juda ham afsuslandim o'zimga ko'proq vaqtga olmaganim uchun. 3 kunga olganman. Eng kami 5 kun shunaqa vaqtga olmaganligimdan rosa o'zimga xafa bo'ldim. Minusim shu bo'ldi. Plus tomonlarim, men shuni bilamanki, katta rivojlangan mana metropoliten shaharlar bo'ladi. Mana masalan Istanbul metropoliten, Turkiya davlati Istanbul shahri, Amerikada New York shaharlari, bular katta rivojlangan va aholi sonisi ham ko'p bo'lgan gavjum davlatlari, shaharlari hisobiga kiradi. Ya'ni nima demoqchiman? Bu davlatda yashagan insonlar dunyoni istalgan joyiga borsin, ko'chi borsin yoki sayohatga borsin, o'zini eplab keta oladi, o'zini yo'lini topib keta oladi osonlikcha. Men Latviyaga kelganimga 6 oy bo'ldi. Undan oldin Istanbulda yashaganman men 6 yil. Istanbul juda ham shovqinli, tez, havosi, insonlari Istanbulda havosiga, suviga, qiziga ishonma deydi masalan. Shunaqa o'zgaruvchan davlat, shunaqa o'zgaruvchan shahar. Uzr, davlat devordim. Istanbul shunaqa shahar. Endi men u yerda olgan tajribalarim, masalan, men o'sha narsani tushunib yetdimki, men o'ylaganmanki, har doim faqatgina Istanbul va O'zbekiston bor. O'sha doirada fikrlaganman. Boshqa narsani ko'rmaganman. O'zbekistonni ko'rganman, Turkiyani. Shu davlatlardan iborat deb o'ylaganman. Shu doirada o'ylaganman, shu doiradagi insonlar, atrofimdagi insonlar ham shu qatoridagi fikrlaydigan insonlar bo'lgan. Keyinchalik mana Yevropaning boshqa davlatlari, Shvetsiya, Danimark, Litviya, Latviya davlatlarini ko'rganimdan so'ng dunyo, umuman koinot, evran shunaqangi mo'l-ko'lchilik, davlat tomonidan mo'l-ko'lchilik, insonlari, sayohat qiladigan joylar mo'l-ko'l, ajoyib. Ya'ni keng tabiati, umuman olganda hamma narsa bu dunyoda, hamma mo'l-ko'lchiligini tushunib yetdim. Pul mo'l-ko'l, sınır doirasida o'ylaganman. Mana limit qo'yganman hamma narsaga. Faqatgina davlatga limit qo'yganman, faqatgina O'zbekiston bilan Turkiya bor deb o'ylaganman. Men kichkina doirada o'ylaganman. Lekin dunyoda davlatlar mo'l-ko'l, sayohat qilmoqchi bo'lgan joylarim mo'l-ko'l, yemoqchi bo'lgan taomlarim, o'rganmoqchi bo'lgan til mo'l-ko'l, o'rganmoqchi bo'lgan madaniyat,
judayam ko'p, bilmagan narsalarim judayam ko'p. Shu narsalarni tushunib yetdim. Faqatgina sınır qo'yganman ba'zi narsalarga. Sınır doirasida chegara qo'yib o'ylaganman. Lekin hamma narsa mulkchilikdan iboratligini, tabiat, suv, tog'lar, insonlar, jamiyat, millat, urf-odatlar, qadriyatlar, til, bularning hammasi mulkchilikdan iborat ekan. Men hozirda Latviyada pitssaxonada ishlayman. Pizzadagi ishlagan pulimlari, oyliklarimni yig'ib faqatgina sayohatga ishlatyapman. O'zimni topgan pulimni faqatgina sayohatga ishlatyapman. O'zimni o'sha bilmagan narsalarimni o'rganishga, ko'rmagan davlatlarimni ko'rishga, urf-odatlarni o'rganishga, tilimni praktika qilish uchun shu narsalarga vaqtimni, kuchimni, energiyamni sarflamoqchiman hozirda. Yana shunaqa fikr bor. Oldin shunaqa o'ylaganman. Ishlayman, uyimni qilaman, mashinamni qilaman, oilamni quraman, bola chaqamni katta qilaman, ishlayman, pensiyaga chiqaman, hamma ishlarimni qilib bo'lganimdan keyin sayohat qilaman degan tushuncha bo'lganman. Qariganimdan keyin hamma narsamni qilib bo'laman, qarigandan so'ng keyin sayohatga chiqaman deb o'ylaganman. Aslida hozir endi bu fikrimni o'zgartirdimki, sayohat faqat yosh bo'lganimizda, energiyaga to'la, pulimiz bo'lganligida, sog'lig'imiz, kuch-quvvatimiz, energiyamiz, pul limiti to'la bo'lganda chiqib aylanish kerak ekan, sayohat qilish kerak ekan. Nima uchun? Biz qariganimizda samolyotdan ucha olmasligimiz mumkin, masalan. Davleniya bo'lishi mumkin. Peshkom, piyoda shaharlarni mana poytaxtiga yetib borasiz. Avtobus yoki mana samolyotda yetib bordingiz, istalgan davlatingizga samolyotda yetib bordingiz, shahar markaziga borishingiz uchun hammasi 1 soatlik yo'l. Avtobusda borasizmi, mashinada borsangiz 40 minut bo'lishi mumkin. Hammasi 1 soatlik yo'l, masalan, avtobusda. Avtobusdan orqaga keyin avtobus yoki taksi boradi eshigingizni tagiga, otelingizga tashib qo'yadi. Keyin balki qolayotgan otelingizda masalan lift ishlamasligi mumkin, balki 5-etajga chiqa olmaysiz-ku qariganda. Oyoq og'rishi mumkin, bel og'rishi mumkin, sog'liq jihatidan to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni keyin masalan ovqatlarga ham kelgan bo'lsangiz, yosh bo'lganingizda siz xohlagan turdagi ovqatlarni yeb ketaverasiz. Oshqozoningiz bu narsani qabul qiladi. Bemalol tanlamaysiz, ovqat tanlamaysiz. Masalan, yangi davlatga borsangiz, ularning ovqatlarini bemalol yeb ketib, ta'mini ola olasiz. O'sha taomni, o'sha lazzatini ola olasiz, ta'mini. Qariganingizda balki oshxona a'zoningiz u ovqatlarni ko'tara olmaydi, qabul qila olmaydi, hazm qila olmaydi. Keyin uxlamasligi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Qarigandan keyin men bilmayman, hali qarib ko'rmadim, lekin qanaqa bo'lishini bilmayman. Shuning uchun hozir yoshlikda, vaqt borligida, yoshligingizda, sog'lom bo'lganligingizda, pulingiz borligida sayohat qilib qolish kerak. Men o'zimga shu narsani yozdim. Miyamga yozdim. Siz qanaqa fikrda yashaysiz, u sizning qarorlaringiz, sizning hayotingiz. Faqatgina men o'zimni his-tuyg'ularim, o'zimni fikrlarimni bo'lishyapman. Keyin yana meni umuman hayratga, shok. Men shokman bu narsani, men o'zimga hali ham qabul qila olmayapman. Istanbulda men juda ham ko'p ishlarda ishlaganman.
otel sohasi bo'lsin, sotuvchilik, magazin, modellik, har qanday sohalarda ishlab ko'rganman. Va men bu narsani hali ham o'zimga o'zim yedira olmayapman-da, tushunmayapman. Miyam u narsani qabul qilmayapti. Ko'rgan narsamni o'zim qabul qila olmayapman. Ya'ni bu fikrim O'zbekiston va Turkiyadan kelib chiqib aytyapman. Chunki men o'sha davlatlarda yashaganligim uchun shu davlatlarda men ko'rganman, shu madaniyatda, shu jamiyatdagi insonlardan ko'rib, mentalitetdan ko'rib, to'plum, jamiyatdan ko'rib bu fikrga kelganmanki, shuni aytyapman. Ya'ni men qolgan hostelda ishchi, resepsionist, hech qanday ishchi yo'q edi. Men kelganimda soat 6:30da yetib keldim. Bir oy oldin men bron qilganim uchun menga mailimga o'sha otelga borganimda kodini, eshigi, nomerlari borardi. O'sha nomer kiritish uchun ochiladi. Shu nomerlarni mailimga jo'natishgandi va xonamda kravat nomerlarim hammasi nomerlarini jo'natishgandi. Menda bor edi. Men bordim, xonani nomerlarini kirgizdim, xonamga kirdim va xonaga kirganimda yozilgandi o'sha koridor devorlarida tualet, vanna qayerda, oshxona qayerda, hamma narsasi o'sha yerda yozilgan. Siz o'sha yozuvlarga qarab topib boraverasiz. Xonamga kirdim, pastellar, yangi pastel, yangi sochiq qo'yilgandi. Men o'zim narsalarimni joyladim, kravatimga, hammasi oppoq, toza. Va o'sha pastellarni o'zim kiydirib, chiqib ketayotganimda yana o'sha ishlatgan pastellarimni o'zim yechib, koridor bor, sepetlar bor, kirli sepet, sochiqlar, yo'qolgan narsalar, o'sha narsalarni alohida qo'yib, sochiqlarni sochiqga, pastellarni pastelga qo'yib, sepetlarni ichiga tashlab chiqib ketaveraman. Meni hayratga solgan narsa, Turkiyada ham, O'zbekistonda ham bunaqa narsa men ko'rmaganman. Ya'ni Turkiyada otelda ishlaganman o'zim. Qanday, ya'ni bu davlat, bu xalq, jamiyat qanday ko'chadan kelgan bir turistga qanchalik ishonishi, qanday ishonib, ya'ni faqatgina o'sha koridorlarda bor kamera, borib o'sha narsadan ochiq kuxnyadan ishlatamiz. Kuxnyaga kirganimda o'sha общий kuxnya bor, hamma ishlatadi va o'ziga kerakli narsalarini xolodilnikka qo'yadi, pishirgan narsani, ishlatgan idish-tovoqlarini rakvina tepasida yozib qo'ygan o'zi. Ishlatgan idishlaringizni tozalab, yuvib, quritib joyiga qo'ying degan. Hamma shu narsani tartibli, intizomli bajaryapti. Tartib va intizom bor. Ya'ni hech kim ishchi yo'qki, u yerda bir hostelda ishchi yo'qki, siz mana bunaqa qiling, siz mana bunaqa qiling, siz mana bunaqa qiling degan o'rgatuvchi yo'q. O'rgatadigan odam yo'q. Yana bu davlatni ishongan narsasi shunchalik ishonadimiki, turistlarga yoki o'sha chetdan kelgan insonga kim kafolat bermaydi. Masalan, narsa men o'zim rosa ko'p guvoh bo'lganman. Turkiya otellarida kelib bo'lsa, sochiqlarni o'g'irlab ketganini. Ishlatgan sochiqni xonasiga kiradida, sumkasiga solib olib ketadi uyiga. Chamadoniga solib olib ketadi. Yoki kuxnyadagi idishlarni ishlatadida, xonasiga olib keladi, yoqib qolsa olib ketadi. Men o'zim ko'rganman shu narsalarni. O'zim yashaganman, tajribamdan o'tgan. O'zim ishlagan otellarda nechta klientlar kelgan, klientlar olib ketgan. Ya'ni bular qanday, bu xalq Shvetsiya davlati o'sha Stokgolmdagi qanday shunchalik ishonadiki, faqatgina sizga kodini beradi, siz borasiz, 3 kun yashaysiz, o'sha hostelda qolasiz, narsalarni ishlatasiz. Общий salon bor edi, zal, televizor ko'rasiz, kitob o'qiysiz, muzikalniy anaqalar bor edi, gitara, shunga o'xshash narsalar shunaqa terib qo'ygan, chiroyli xona qilib qo'ygan. Hamma kelib o'sha yerda televizor ko'rayotgan bo'lsa ko'ryapti, chiqib ketayotganda hamma narsani o'chirib chiqib ketyapti. Ya'ni madaniyat bor, tartib intizom bor, hurmat bor, yashab
ishlatgan narsasini avaylab ishlatishga hurmat bor. Men bu narsaga hayron qoldim. Men Istanbulda ko'rmaganman, otelda qolsa egasi yo'q yoki uyda egasi yo'q yoki otelda resepsionist yo'q bo'lgan otelda klient ya'ni turist keladi, narsalarini chamadonlarga qo'yadi, 3 kun 4 kun xohlasa bir hafta yashab ketadi, hech narsani sindirmaydi yoki o'g'irlamaydi. Men unaqa narsa ko'rmaganman. Kerak bo'lsa qo'riqchilari, resepsioni, tozalovchilari bo'lgan otelda qancha o'g'irliklar bo'ladi, men o'zim guvoh bo'lganman. Ya'ni men bu narsaga hayron qoldim. Hech kim yo'q. 9 dan 5 gachami ishlar ekan o'zi ishchi. Men kelgan vaqt 6 dan keyin yetib kelgandim. Uni ish vaqti bo'lmagan. Lekin ish vaqti bo'lganda men tashqarida edim. Bo'lganda ham faqatgina o'sha kompyuterda o'tirganini ko'rdim. Keyin o'sha kirli sepetlarga kirib, o'sha kirli sepetdagi o'sha kiri bo'lgan narsalarni, idishlarni yoki pastellarni olib chiqib, o'sha mashinkaga, katta ximichiskaga jo'natishar ekan. O'sha paketlarga solib, o'sha aravachalarda liftda ko'rdim, faqat shu. Boshqa payt ko'rganim yo'q. Yana u bo'lmasa ham, u ishchi bo'lmasa ham, u yerdagi insonlar, qolgan talabalar, studentlar, o'sha insonlar tartib, intizom bilan yashab ketayotganligi, masalan, qoldi 3 kun qoldi, 1 hafta qolgan bor, 1 kun qolgan bor. Hamma hech kim sindirgani yo'q, o'g'irlagani yo'q, buzgani yo'q. Shu narsaga hayron bo'ldim. Hamma o'sha devordagi, eshikdagi yozuvlarni o'qiyapti, o'sha tartib, intizom, qoidaga amal qilyapti. Mas'uliyat bor. Mas'uliyat va hurmat bor. Men shu narsani ko'rib hayron qoldim. Men Turkiyada ko'rmaganman. O'zbekistonda men bu narsani ko'rmaganman. Men ko'rib ulg'aymaganman. Bu narsani men bilaman. Uyingizga mehmon kelsa ham siz tepasida turasiz. Turkiyada otelda qolsangiz ham ishchilar tepangizda turadi yo xonangizni tozalovchi хотя бы kiradi masalan. Hayron bo'ldim. Kuxnyaga kirganimda o'sha musor tashlash uchun 5 ta anaqa bor edi. 5 ta sepet. O'sha idishlar, birinchi bakalashka idishlari, paket, salofan, keyin oziq-ovqat uchun, keyin anaqa choy, poy, mamnaqa narsalar uchun tashlash uchun o'sha 5 ta sepet bor edi. Shu chunki Latviyada ham hali ko'rganim yo'q unaqa narsa. 5 ta idish yo'q. 2 ta idish bo'lishi mumkin. Turkiyada ham ko'rmaganman. Balki Yevropaning boshqa davlatlarida bo'lishi mumkin. Germaniya, Fransiya bu davlatlarda bo'lishi mumkin. Hali chiqib ko'rganim yo'q, borib ko'rganim yo'q. Borsam bu davlatlarni ham olgan, hayratga solgan narsalarni aytaman. Meni shu hayratga soldi. Ya'ni otelda hamma o'zini uyidek foydalanyapti, o'sha qolgan hostelimda o'zini uyidek foydalanyapti. Hech kim bir-biriga xalaqit qilgani yo'q. Koridorda hamma kompyuterda o'zinidan. Men bilan bitta xonada qolgan qiz ingliz tilidan dars berar ekan, onlayn darsi bor ekan. Ertalab yugurib keldi. Nima aholisi, Shvetsiya aholisi ertalab soat 8, 9, 10 orasi hamma yugurar ekan. Sohilda, chiroyli joylari, tabiat, toza havo, suvi toza. Men dush qilganda sochim yuvganim mayin bo'lib qoldi, suv toza. Keyin ovqatlari 10 yevrodan 25-30 yevrogacha ketaveradi. Men hamma biletlarimni arzon 1 oy oldin olganim uchun menga arzon tushdi. Menga bu sayohatim juda ham arzon paketga tushdi. Oldindan bron qilganim uchun hamma narsani. Yana pozitiv narsalar nima bor? Hayratga solarli narsalar nimalar?
Shu meni eng katta hayratlanarli narsa shu hostelda bo'ldi. Tashqarida aylanmoqchi, bormoqchi bo'lgan joylarim juda ham ko'p, vaqt kamligi uchun. Vaqtim yetgancha joylarga bordim, rasmlar, videolar oldim va men bu narsadan meni niyatim amalga orzuyim va niyatim amalga oshganligidan Allohga minnatdorchilik bildiraman. Va Xudo xolasa keyingi davlatim albatta o'zim xohlagan joyga boraman. Yana plan qilyapman. Shvetsiya davlati Stokholm shahriga bordim. Bitta o'zim sayohatga bordim. Men u yerda juda ham erkin, xotirjam va o'zimni juda ham xavfsiz his qildim. Ya'ni men kechqurun soat 10:30da eng oxiri otelga kirdim. 10:30da yurganimda ham hech kim menga ko'chada yomon gapirgani yo'q, xalaqit bergani yo'q, hech kim menga. Hamma turistlar, o'sha yerda yashaydigan aholi ham o'zini ishi bilan, hamma o'zi bilan mashg'ul va band. Ya'ni qo'rqinchli hech narsa yo'q. Menga yoqdi u davlat. Yana borgan bo'lardim albatta. Yana borishni xohlayman. Boshqa davlatlarga ham, yangi davlatlarni ham kashf qilishni, tajriba orttirishni va o'zimni tilim, ingliz tilimi praktikasini kelishtirishni, turistlar bilan, u yerdagi qolgan insonlar bilan do'stlashishni. Yana men qolgan hostelda kanadalik bitta aktyorga o'xshagan aktyor bor ekan, aktyor kelgan ekan. Kanadada aktyorlik qilar ekan, yosh aktyor ekan. Yangi mana kliplarda, reklamalarda endi ishga tushib, endi o'zini rivojlantirayotgan ekan. O'sha kanadalik aktyor bitta bola bilan, men bilan teng bitta bola bilan gaplashib, tanishib qoldim. U Stokholmga volontyorlik qilgani kelgan ekan. Facebookga yozgan ekan, volunteering in Sweden, Stockholm deb yozgan ekan. Ya'ni volontyorlik o'sha Shvetsiyadagi qilish uchun saytlarga yozib, o'sha saytlardan topgan ekan. Men so'radim, u bilan kuxnyada choy ichib, gaplashib o'tirdim. Sen volontyorlik qilish uchun oldin kelganmiding? Nimaga volontyorlik qilmoqchisan? Sen aktyor bo'lsang, aktyorligingni qilib, pulingni ishlab, soqqangni qilib yuravermaysanmi? Nima bor senga? Kanadadan kelibsan dedim. Endi bizda shunaqa so'raladi-ku, o'zi sen nima ish qilasan, qancha pul topasan, qayerda ishlaysan, otang kim, onang kim, kimsan sen deb so'raladi-ku. Men ham shu endi o'tirib gaplashib bo'lgandan keyin, yaxshi tanishib olgandan keyin so'radim. Nimaga kelding o'zi dedim. Shu volontyorlikka keldim dedi. Keyin qanday topding dedim. Oldin qilganmisan volontyorlik dedim. Boshqa davlatlarga chiqqanmisan? Nimaga kerak senga o'zi? Senga yaxshi pul to'layotgan bo'lsa Kanadada volontyorlikka senga bir tiyin bermas ekan bu yerda dedim. Desam, uni fikrlarini aytaman sizga. Facebookga yozgan ekan, volunteering in Sweden, Stockholm deb yozgan ekan. Keyin o'sha saytlarga ariza tashlagan ekan. Arizada uni arizasini ko'rib chiqib qabul qilgan ekan. Volontyorlik endi siz tanlangan va kelgan, hech qanaqa pul to'lamagan, hamma biletlari, qoladigan joy, oziq-ovqatlari, o'sha qolgan otelda ham u bepulga qoldi. Oziq-ovqatlari, bilet, yo'l masraflari, kutib olish, hammasi ularning o'zini qarshilar ekan. O'sha narsalar kirar ekan. O'sha program volontyorlikning ichiga. Keyin kelib Stokholmga kelgan, kechqurun bir kun yotib, keyin obedlarda chiqib ketaman dedi. Yo'lga chiqib ketaman. Nima ish qilasan volontyorlikda desam, hali bilmayman, hali aytishgani yo'q, endi borib qilaman dedi. Keyin ha dedimda gaplashdik. Keyin aytdi, men dedi, rosa ham ko'p ishladim dedi. Kliplarda, videolarni ko'rsatdi. Men dedi charchadim ishdan. Ozgina dedi menga dedi o'sha o'zimni komfortni hayotim, mana ishga boraman, kelaman, yaqin nimalarim bor, oilam bor. Bu komfortni hayotimdan men ozgina
4 haftalikmi shu 1 oygami kelganmi shunaqa ekanda. O'zi anaqalari bor ekan, 4 oylik 6 oylik har xil ekan vaqtlari. Keyin kelgan o'sha 4 hafta men o'zimni mental sog'lig'im uchun, anaqa o'zimni ruhiy sog'lig'im, mana o'zimni ozgina dam berish uchun tanladim. Ham sayohat qilaman, ham bepul hamma narsa bo'ladi ichida. Ham o'sha volontyorlik qilib kimgadir yordam berib, ozgincha yordamlashib, dam olib, yangi insonlar bilan tanishib, keyin ketaman dedi. Kanadaga yana qaytib ketaman. Ya'ni shu как отпуска. Как отпускаga chiqqandek-da uni uchun. Keyin ha dedim. Gaplashib, fikrlarini eshitib, shu kanadalik shu bola bilan gaplashib, uni o'sha nimaga kelganligi, nima volontyorlikka nima uchun kelganliklari haqida fikrini eshitib o'tirdim. Choy ichib birga. Keyin O'zbekiston haqida gapirib berdim. Shu O'zbekistonda lokatsiyadan ko'rsatdim. Joylarini ko'rsatdim. Keyin aytdim, shu Latviyada o'qiyman. Latviyani bilmas ekan, u qanaqa davlat deyapti. Qayerda u? Qanchalik yo'l deb u hayratda u. Keyin shu volontyorlikda shunaqa qilib topgan ekan, kelibdi hozir endi 4 haftalik volontyorligini qilib, keyin yana qaytib ketar ekan orqasiga. Shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar menda. Video yoqgan bo'lsa sizga, kommentariyaga yozyapsizlar, o'qiyapman, rosa xursand bo'lyapman. O'zi videoyim kamchilik ko'ryapti, lekin kommentariya hamma yozgan. Men juda ham xursand bo'lyapman. Menga anaqa beryapti. Sizlarning yozgan anaqalaring, SMSlaring, yozgan kommentariyalaring menga anaqa o'zimga yana bu videolarim sizga yoqqanligini ko'rayotganliginglardan juda ham xursand bo'lyapman va minnatdorman. Boringlarga shukr. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yana gaplashamiz. Xayr.